Viloyatimizning Qorako'l tumani hududida joylashgan Qandim loyihasini joriy etishning asosiy xususiyatlari murakkab iqlim sharoitlari va tabiiy gaz tarkibida ko'p miqdorda oltin gugurtning mavjudligidan iboratdir. Shuning uchun gazni qayta ishlash majmuasini loyihalash, qurish va ishlatish o'z vaqtida O'zbekistonda qabul qilingan hamda tegishli xalqaro me'yoriy texnik talablarga qat'iy rioya qilishni taqozo etadi. Mavzuni yaqinda Qandim gaz koni qurilishi maydonida bo'lib qaytgan hamkasbim Obid Shabanov davom ettiradi. Dastavval e'tiboringizni ushbu yirik inshoot qurilishi bilan bog'liq ayrim manbalarga qaratsak, ma'lumotlarga ko'ra, Qandim gaz koni Rossiyaning Lukoil gaz qazib olish bo'yicha O'zbekneftgaz milliy xolding kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli Qandim Havozak Shodi Qo'ng'irot loyihasining asosiy qismlaridan biri hisoblanadi. Loyiha bo'yicha mahsulotlar taqsimoti to'g'risidagi kelishuv 2004-yilda imzolangan edi. Havozak Shodi uchastkasida gaz qazib olish ishlari 2007-yilda boshlangan bo'lsa, G'arbiy Shodi uchastkasida 2011-yildan yo'lga qo'yildi. Kelishuvni amalga oshirishning navbatdagi bosqichi Qandim konlar guruhini o'zlashtirishdan iborat. Uskunalarni yetkazish, Qandim gaz koni qurilishi va konni jihozlash bo'yicha shartnoma 2015-yil fevralda imzolandi. Kuni kecha bu yerda tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Marosimda hozir bo'lgan rasmiylar va chet el investorlari so'zga chiqib, mazkur obyektning mamlakatimiz iqtisodiyotida tutgan o'rni borasida gapirdilar. Bu obyekt o'zini salohiyati jihatdan viloyatda birinchi obyektlardan bo'lib, viloyatning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishida o'zini o'rni bo'ladi va Buxoro viloyatini bundan keyin iqtisodini ko'tarishda xizmat qiladi degan katta umidimiz bor. Для меня большая честь строить у себя на родине. Qandim guruhi 6 ta gaz kondensati konlaridan iboratdir. Ya'ni bular Qandim, Quvacha Olot, Oqqum, Parsanko'l, Hoji va G'arbiy Hoji konlaridir. Bu yerda gazni qazib olish, uni kelgusida qayta ishlash va tayyor mahsulotni tashish, jumladan magistral gaz quvuri orqali eksportga jo'natish tizimini barpo etish rejalashtirilganligini alohida ta'kidlashdi. Qandim gaz koni qurilishi doirasida yillik quvvati 8.1 milliard kubometr gazga teng bo'lgan gazni qayta ishlash zavodi hamda tabiiy gazni yig'ish tizimi barpo etiladi. U nafaqat tabiiy gaz va barqaror gaz kondensati olish uchun tarkibida vodorod va sulfid bo'lgan gazni qayta ishlaydi, balki kesaksimon va granuladan oltin gugurt olishga ham imkon beradi. Kompleksni 2018-yilda qurib foydalanishga topshirilish ko'zda tutilgan.